odamzodga to'g'ri yo'ldan yuradigan oyoqlar emas, o'ng va chap oyoqlar berilgan. Qaysi yo'lni tanlab yurish esa uning o'ziga bog'liq. Hayotning har bir ko'rinishida kechagi kun sabog'i, bugunning shiddati va kelajakning alomati bor. Hayotning mo'jaz tafsiloti esa hikoya. Qissadan hissa. Hikoya hayotiyligi bilan qadrli. Undagi voqealar ko'z o'ngingizda davom etadi. Avlodlar. Ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Qishloqdagi maktabimizning direktori Aktam aka Toshboyev telefon qilib qoldi. 3 avlod uchrashuvini qilyapmiz. Mana oldimda Komil tog'ang turibdi. Donaboyev-da, tashkilotchilarmiz biz. Kelasan. Hali yana ko'plarga telefon qilib chiqishimiz kerak, Komil ikkovimiz. Keyin Aktam aka tadbirda nimalar qilinishini birma-bir aytib ketdi. Shunday qilamiz, keyin Karimbek to'yxonasi, ozroq badiiy qism bo'ladi, deb gapni qisqa qildi. Oylar o'tib o'sha tadbirning vaqti keldi. Bordim. Qishloqdagi maktabimiz butunlay boshqacha. Tipovoy ko'rinishda qaytadan qurilgan, sharoitlar butunlay o'zgacha. Biz o'qigan davrlardagi maktabdan darak ham yo'q. Birgina darak bu maktabdagi o'quvchilarning intilishlari o'sha. Ko'zlaridan kelajakni ko'rgandek bo'lasiz. Biz-ku keyingi avlod, shu maktabni bitirgan mashhur odamlar kelgan tadbir har tomonlama qiziq bo'ldi. Hammaning yuz ko'zida ajib qiziqsinish, maktab o'quvchilarining mo'jaz sahnasidagi qiziqishlari barchaga birdek ajib orziqishu zavq-shavq ulashdi desam, mubolag'a bo'lmaydi. Bu xil tadbirlarning umumiy ko'rinishi hammaga ham ma'lum. Shuning uchun ortiqcha tafsilotlarga menimcha hojat yo'q. Lekin tadbir paytida bizdan 2 sinf pastda o'qigan, hozirda Qoraqalpog'iston deb nomlangan qo'shni uzumchilik xo'jaligidan yer olib ishlaydigan maktabdoshim bilan o'tirib qoldim. Bir mahal u bir joyga borib kelib, joyiga qaytadan o'tirarkan, atrofni tutgan musiqadan pana qilib men tomon egildi. Falonchi muallim chaqirdi. Borib keldim, dedi. Tadbirga o'nib ketdik. Yarim soat o'tar o'tmas u obbo deganicha yana o'rnidan turib ketdi. Ko'p o'tmadi. Ortiga qaytib, yana mening oldimdagi joyiga o'tirdi va yana boyagidek qilib musiqadan pana bilib boshini men tomon egdi. Yana shu falonchi muallim chaqiryapti-da yana, dedi. Bu gal o'z-o'zidan beixtiyor so'radim. Ha, yana bir gapi chiqib qoptimi? Bir narsani esidan chiqarib, balki, dedim unga qarab savolga o'xshatib. U yana men tomonga egilib gapirdi. Qayoqda? Nimayam gapi bo'lardi? Yana nos so'rayapti-da, o'ziniki uyida qolib ketibdi. Ha, sigaret chekmasmidi u kishi? Dedim tusmollab. Hammada shu. Nos modada hozir. Bir sigaretning puliga 2 haftalik nos olasan. Bizning avlod, bizdan keyingi avlod ham juda yaxshi bo'ladi. Katta avlod o'qituvchilariga nisbatan o'zicha izzat-hurmat bilan qaraydi. Shu kuni 3 avlod uchrashuvida nega shundayligiga birozgina oydinlik kiritgandek bo'ldim. Ko'rganim, eshitganimdan quvondimmi, ezildimmi, kuyindimmi, zavqlandimmi, bilmay qoldim. Keling, buni jumboq qilib o'tirmay, muxtasargina aytib qo'ya qolay. 3 avlod uchrashuvida Telegramdagi o'qituvchilar va ularning o'qituvchilarining o'zaro munosabatlarini kuzata turib, endilikda yillar ortida qolib, ko'z bilan ilg'ab bo'lmaydigan daraja ko'rinmay qolgan. Lekin tasavvur orqali gavdalanuvchi taassurotlarga qaytdim.
Maktabda ishlayotgan sirtqi bo'lim talabasi o'sha paytlarda o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi munosabatlar esimga tushdi. Endilikda bolalar va o'smirlar yetakchisi bo'lish bir vaqtda 5-sinfga rahbarlik qilayotgan sirtqi bo'lim talabasi uchun bir kuni kutilmagan ish bo'ldi. Odatdagidek, ishning ko'pligidan kechgacha o'zining mo'ljaldagilarini bajarib qo'yish uchun yelib yugurib charchab tolib uyga qaytgan sirtqi bo'lim talabasi otasidan ajoyib yangilikni eshitdi. U o'qishini kunduzgi bo'limga o'tkazsa bo'ladigan vaqt kelibdi. Shaharga borib, 1-kursdagi fanlardan ayrim farqlarni, ya'ni bir necha fandan qo'shimcha imtihonlarni topshirib, kunduzgi bo'limga o'tib o'qisa bo'lar ekan. Shahardagi domla bo'lib ishlovchi tog'asi yigitning otasiga telefon qilib, "Hozir ayni vaqti. Kunduzgida o'qigisi kelsa, shaharga qaytsin. O'qishini kunduzgida davom ettiraveradi", debdi. Bu uning uchun o'ziga sirtqi bo'limda o'qishni haqiqiy o'qish deb sanamay yuruvchi yigit uchun juda qulay imkoniyat edi. O'zining maktabdagi ishini ham yaxshi ko'rardi, lekin sirtqi bo'lim talabasi baribir juda quvonib ketsa, chunki endi u o'zining naznida chinakamiga o'qishi, chinakamiga talaba bo'lishi mumkin edi-da. "Lekin o'g'lim", dedi bir mahal otasi unga biroz xijolat bo'lgandek holatda, "bizga qolsa, shunday ishlab yurganinam tuzuk. Mana ishlayapsan, oyliging tayin. Hozir o'qishni bitirib ham ishli bo'lishning o'zi bo'lmayapti. Odamlarning diplomli bo'lib ish topolmay turgani qancha. Nega unday deysiz, ota? O'zingiz keyin kunduzgiga aylantirsang o'qiysan degandingiz-ku", dedi yigit ajablanib otasiga. "Ko'rib turibsan, o'g'lim. Pul almashib ketgandan keyin ko'p narsa o'zgarib ketdi. Oilamizning sharoiti ham avvalgidek bo'lmay qoldi. Hozir shaharda bola o'qitadigan holatda emasmizmi, deyman-da. Shaharda o'qishning o'zi bo'lmaydi, bolam", dedi ota. "Men borib olsam, ota, ko'p vaqtga qolmasdan ish topaman. O'zimni o'zim eplayman. Ishonasanmi shunga?" "Ishonaman, ota. Shunday qilaman. Uyga og'irligim tushmaydi. Balki ilojini qilolsam, uyga pul jo'natib turishga ham harakat qilarman", dedi sirtqi bo'lim talabasi. Ko'rinishdan ilojsiz qolgani bilinib qolgan ota indamaygina o'g'liga qarab qoldi. Kim bilsin, shu topda otaning ko'nglidan nimalar o'tdi ekan. Ehtimol o'g'lining bunday gaplari bir tomon, hayotning aytgani boshqa bir tomon bo'lib ketishini o'ylagandir. Balki shunday jiddu jahd bilan o'zi ishga kirishgan yoshlik damlarini eslab qolgandir. Yana kim bilsin. Har tugul bir zumgina o'ylanib qolgandek bo'lib ota, "Nima bo'lganda ham o'zing yaxshilab o'ylab ko'r. Hozir biron nimani aniq aytma. Ertagacha yaxshilab o'yla. Keyin biron gap aytarsan. Menga qolsa, shu yerda ishlab yurganing ham yomon emas. Oyliging tayin, ishing tayin bo'lib turibdi." Otasi aytganidek, sirtqi bo'lim talabasi kun davomida har tomonlama o'ylab yurdi. O'ziga qolsa, o'ylashi ham shart emas. O'qishni kunduzgiga aylantirish uning orzusi. Lekin otasining xavotirlarini ham e'tibordan chetda qoldirib bo'lmasdi-da. Otasining xavotirlarida ham jon borligi aniq. Rostdan ham o'tish davri, bu yoqda pul almashgandan keyin uncha-muncha oilalardagi hayot ozmuncha hisob-kitobli bo'lib qolgani ham rost. Axiri kechga borib, bor jur'atini jamlab otasiga aytdi. "Ota, shaharga borib, kunduzgida o'qimasam bo'lmaydi. Ish topaman o'zimga, kiraman ishga. O'zimni o'zim eplab, hali aytganimdek, uyga ham pul jo'natib turishga harakat qilaman", dedi. Sirtqi bo'lim talabasining hayratda qolgani shu bo'ldiki, otasi bu gal ortiqcha rag'bat qilmadi. Gapni qisqa qildi negadir. "Mayli, o'zing bilasan, o'g'lim", deb qo'ya qoldi otasi. Keyin yana o'sha o'zining odatiy o'ylanib turishidan keyin qo'shib qo'ydi. "Modomiki qaroring shu ekan, 2 kunda ketishing kerak shaharga.
bugunoq borganingda maktabingning direktoriga ayt shularni. Keyin uyga mehmonga ayt. Baxtiyor bilan kelsin. Baxtiyor Qo'shmatov o'sha paytda maktabda zavch edi. Birga kelsin. Ularni mehmon qilamiz. Senga ish berib, senga ishongan odamlar ular. Ishonchning esa bu hayotdagi qimmati baland. Shundoqqina ketaversang, uyat bo'ladi. Ketish oldidan ulardan, hammamizdan ham duo olib ketganing ma'qul bolam. Borib, shunday bo'ldi de. Keyin hujjatlaringni ham ol. Ertadan ketishga taraddudingni ko'rasan bo'lmasa. Seni o'zimga o'rinbosar qilib olaman deb turibman-ku. Ishonmasang, yur ikkimiz birga tuman xalq ta'limiga boramiz. Ularga aytib, ularning roziligini oluvdim. Bir kurs tepaga o'tishingni kutamiz deb turgandik. Mana, xudoyligimni aytayapman, dedi direktor sirtqi bo'lim talabasi bo'lish bilan birga bolalar va o'smirlar yetakchisi va ayni bir paytda 5-sinf rahbari bo'lgan shogirdiga qarab. Ustozlar shogird haqida iliq gaplarni aytishdi. Otaning ko'ngli o'sdi bundan. Ketar chog'i direktor Shakarboy aka Qarshiboyev bir gap aytdi. Menja yosh deydigan yoshda emas, lekin mana tishim butun. Ishonmasalaring, ko'ringlar. Tishi butun odamning aytganida, bilganida bir gap bo'ladi. Buni men aytganman. El yurt aytgan. Nasib qilsa, Xudo xohlasa, elga xizmat qiluvchi, mas'uliyatli, tayinli va menimcha albatta odamlar taniydigan odam bo'lasan. Tishi butun odamning aytgani niyati bu. Tishi butun odamning tilagi bu. Endi domla birga duo qiling. Yo'li oq bo'lsin bu yigitning. Keyin ota mehmonlar bilan birga duo qildi. Bir hayotning debochasi shunday bo'lganda. 3 avlod uchrashuvida o'tirib shularni esladim. Esladimu ko'p narsa allaqachonlar boshqacha bo'lib o'zgarib ketganini tushunib yetdim. O'zgarishlar davr talabi. Betinim o'zgarishlar bilan dunyo rivojlanishi ayon. Bir qarashda tushunish. Ular bilan murosa qilish qiyindek. Lekin bularsiz bo'lmaydi. O'zgarishlar muqarrar. Qissadan hissa. Hikoya hayotiyligi bilan qadrli. Undagi voqealar ko'z o'ngingizda davom etadi.